Demak, Python o'rganish va o'rnatish uchun bizga ikkita narsa kerak bo'ladi. Bular text editor va Python interpreter. Text editor bu bizni Python kodini yozadigan programma. Va Python kodini yozib bo'lganimizdan keyin bu kodni Python interpreter orqali yurgizamiz. Demak, Python interpreterni tortish uchun web browserga boramiz. python.org veb-saytiga boramiz va menyular orasidan downloadsni topamiz. Uni bosamiz. Undan so'ng download Python 3-versiya o'shani bosamiz. Demak, u skachani boshlaymiz va undan so'ng tugagandan so'ng ana shu programmani yurgizamiz. Va bu yerda add python to path ni belgilashingiz kerak. Bu juda ham muhim. Undan so'ng install now. Va bu bizga Python interpreterni kompyuterimizga o'rnatdik. Buni tekshirish uchun poiskga boramiz. U yerdan ko'rib turganingizdek Python 3-versiya turibdi. Xo'p, PyCharmni tortish uchun jetbrains.com ga boramiz va u yerda ko'rib turganingizdek turli xil text editorlar bor. Undan so'ng tools ni bosamiz. Toolslar orasidan PyCharmni topamiz va download. Va PyCharmning ikkita turi bor, community va professional. Community ni tanlaymiz chunki u bepul, va professional bo'lsa pulli. Va bu PyCharmni skachani boshlaydi. Lekin men buni bekor qilaman chunki men allaqachon kompyuterimga tortib bo'lganman. Va bu programmani topib kompyuterimizga o'rnatishni boshlaymiz. Va next ni bosamiz. Next. Va bu yerda 64 bit va 34 bit bor. Bu рабочий stolda yararlik yaratadi. Meni kompyuterim 64 bit va uni tanlayman va .py. Va install ni bosamiz. Bu biroz vaqt oladi. Undan so'ng tugatamiz. Ko'rib turganingizdek рабочий stolda PyCharm turibdi va men yangi Python fayl yarataman. Buni test deb nomlayman va kengaytmasini .py deb belgilaymiz. Va bu Python fayl yaratadi. Undan so'ng uni ochamiz. Demak, faylni ochganimizdan so'ng ko'rib turganingizdek Python interpreter sozlanmagan deb xatolik chiqadi va buni Python interpreterni sozlaymiz. Buning uchun nastroykani bosamiz va show all barchasini ko'rsatadi. Undan so'ng Python 3-versiyani tanlaymiz. Demak, tanlangandan so'ng ko'rib turganingizdek Python 3-versiyasi tanlandi. Undan so'ng apply tugmasini bosamiz va OK. Demak, birinchi Python faylimizni yozishni boshlaymiz. Print bu ana shu yozuvni chiqaradi. Hello world bu an'anaviy birinchi programmalardan hisoblanadi yoki salom dunyo. Va uni yurgizish uchun 10 tugmachani bosamiz va run. Ko'rib turganingizdek salom dunyo degan javob qaytardi.